Muhojiratdagi Sharqiy Turkistonliklarning o'talmayotgan siniqi. Avtori Doktor Abdul Aziz Rahmatullah. Aziz vatanimiz Sharqiy Turkiston asoratda jon talashayotgan qarindoshlarimiz, millatimiz bir-birlab ko'z oldimizda qarilib yo'qotilayotgan bu bu kunlarda har bir Sharqiy Turkistonlikning asiyadi yurtdagi urug' tuqqanlarining umuman vatani va millatining holi kelgusi ustida bo'lmoqda. Har kuni degudek g'oyibona janoza namozlar tushirilmoqda. Qarmoqqa hammaylan vatandagilarni qutqizamiz deb og'zida davron solyotmoqda. Halbuki ular oldi bilan o'zlarini isloh qilishga, mas'uliyatini tunishga, bu orqali Allohning g'azabidan saqlanishga muhtoj edi. Qashshoq Xitoy rahimsiz zulmini minut sayin oshirib, irqiy qirg'inchilikni kuchaytirayotgan, butun sharqiy turkistonliklarni halokat girdobiga so'rab ketayotgan mushundaq ig'ir fojiali kunlarda dunyodagi butun insonlarning bu zulmga insoniy mavqeda, butun olami islomning musulmonlarga islomiy qarindoshlik mavqesida turishi kerak bo'lgandek, butun sharqiy turkistonliklarning haqiqiy dushmanini tunib yetishi kerak edi. Jumladan muhojirat yashayotgan sharqiy turkistonliklar kallasini silkib, ho'shini yig'ib, qilmishlariga tavba qilib, sharqiy turkistonlik salohiyatiga yarasha odam bo'lishlari kerak edi. O'zi xavf ichida turib, boshqalarning xatarini daf'i qilaman deyish xam xiyoldir. Muhojiratdagilarning vatandagilarni qutqizishi uchun oldi bilan o'zlarini nafs xohishlarining balolaridan qutuldirishi, shaxsiyatchilik, shuhratparastlik, kibr, samimiyetsizlik qatorliq dunyo va oxiratda halok qilg'uchi ofatlardan qutuldirishi, amaliyatiga mos kelmaydigan, hozircha qurbi yetmaydigan cho'ng shuarlar, yo'qolan faoliyatlar bilan o'zlarini boshqalarni aldamasligi, millatga quruq imizga solmasligi, niyatni ruslab, balni chang bog'lab, bir yandan qo'l, bir yoqidan bosh chiqarib, o'rtaq birlik gavdasi hosil qilishi, bu orqali Uyg'ur degan nomga loyiq bo'lishi, ittifoqlikqa chaqirgan islom dinimizning barliq buyruqlariga shaksiz itoat qilish orqali musulmonlar salohiyatga mos harakat qilishi kerak edi. Vaholanki ba'zilarimiz vatanni qutqizish bahonasida cho'lpon bo'lishning ko'yida. Ba'zilarimiz o'z tashkilotining nufuzini kengaytirishning ko'yida. Yana ba'zilarimiz ko'nirab kuchini yo'qotgan tashkilotlarni yashartish xiyolida. Kimlardir yangi ammo yangilik egilolmaydigan tashkilotlarni qurib, millatning ko'zini aljakman qilish ko'yida. Kimlardir ma'lum davlat va organlarni rozi qilish tushida. Yana kimlardir texcha Xitoydan mehrini o'zalmay, dushmanni dushman ko'rolmay, jismi vatan sirtiga chiqargan bo'lsa-mu, ruhiy texcha asoratdan qutulolmag'achqa o'zaro datalash, tugmas majralar bilan dushmanning depiga usul o'ynab, boshqalarni o'ynatib ketavermoqda. Eng afsunarlik yeri shuki, birlarining ko'ziga qarab mustaqillik haqqini og'zidan chiqarolmay, yana birlarining ko'ziga qarab jihad va qurolliq kurash burchimizni xiyoliga keltirishdan andigadigan siyosatchilarni ko'ryapmiz. Hatto ko'rinishda voy millat, vatan deb haqiqatda bo'lsa shu millatning diniga, e'tiqodiga til tekkizadigan, shu millatning dindor kishilariga nashtarini sanjimay turolmaydigan saxta millatparvar manqurtlarmi az emas. Hammasi g'arazlik yoki bag'arazlarcha tashviqot vositalarini sestib yurmoqda. Mana bular bir tarafdan millatimizning birlik tutqunlarini zidirash orqali natchaga bo'lib, bir tarafdan diniy e'tiqod bilan milliy ongni dushmanlashtirsa, yana bir tarafdan haqiqiy dushmanni toniy olmay yoki ko'rmasga silib, ichimizdan dushman izlash orqali vaqt va zehn xuratmoqda. Bundaq bo'linish keltirib chiqarishlar dushmanlarimizning tarixdan buyon ilm ahlillarini diniy va fanniy ziyolida parchalab millatga ziyon urg'unidimi ig'ir talofatdir. Yaqinqi 5 yil mobaynida zulmni dunyoga anglatish davomlashdi. Boshqalarga anglatishga yeris bo'lganchilik o'zimizni o'ngshashga, ho'shimizni yig'ishga biror oy yoki biror hafta bo'lsa-mu tirishmadik, urinmadik. Hatto voy vatandagi millatimiz deb qo'yib, yenimizdagi qarindoshlarimizni muomalalarda qaqti-so'qti qilishni, paychak, shaqaltib setishga o'xshagan qimor, jazona va bir-birimizning haqqini yeb olishga yotadigan qilmishlarni bir kunmi to'xtatmadik. Aşı xorlangan, çaresiz, sap ve akko'ngil millatga selinayotgan zulmni yo'qotishni boshqalardan kutdik-yu, o'zimiz va atrofimizga zulm qilishni o'zib qo'ymadik. Ko'rsakmi o'rganishmaydigan bo'lib ketdik. Tuzitish uchun tuzukkin harakat qilmadik. Aksicha tuzitishga chaqirganlarni yomon ko'rdik. Allohdanmi yordam kutmadik. Aksicha bir-birimiz bilan hapilishni davomlashtirdik. Endi deb baqayli, o'ziga va qarindoshiga turli zulmlarni ravo ko'rayotgan namdila Uyg'ur, ko'rinishdagi musulmon, so'zda bor, amalda yo'q, nafsi balo kishilar to'pi o'z manfaatini birinchi o'ringa qo'ydigan dunyo jamoatchiligining emas, balki hammaga qodir, hammadan odil, Haq taoloning yordamiga loyiq emasdir. Unutmaylikki, Alloh har ishimizni ko'rib turg'uchi, niyatlarimiz va gap so'zimizda samimiy bo'lgan yoki bo'lmaganligimizni bilib turg'uchidir. U zotning irodasi va qudrati hammadan buyukdir. Bu zulmni to'xtatishga qandaqsiga butun dunyodagi mazlumlarning yeligini so'rab,
qinini emib zulm, nahaqchilik, irqiy qirg'inchiliklarga va butun bir millatni yo'qotish planlarining ijrosiga qarab turgan namda insonparvar, shaklda demokrat, amaliyotda bo'lsa o'zlarining manfaatlarini ko'zlaydigan xalqaro jamoatchilik loyiq bo'la olsin. Darvaqa millatimizning qirilib yo'qotilayotganligiga butun dunyo qarab turmoqda. Bo'layotgan zulmlar davlat va xalqlarga zolim Xitoyning haqiqiy abdibashirisini ichib berishni davom qilmoqda. Uyg'ur yo'qolib ketyapsimi, Xitoydan manfaat olayotganlar aqalli insoniy burchidan voz kechmoqda. Nihoyatda Sharqiy Turkiston xalqi duch kelayotgan bu qirg'inchilik manaman degan demokratik davlatlarni, manaman degan inson haqlari da'vochilarini sinayotidi. Bu sinoq manaman degan din va qon qarindoshlarini tasqayotgan ilohiy sinoq bo'lganidek, har bir Sharqiy Turkistonlikning o'talmayotgan sinoqidir. Mana bu hammamizni o'ylantiradigan bir vaziyat, uyg'unlik chaqirayotgan bir fursat. Muhabbat, nafrat aniq bo'lmayotidi. Aramizda hala Xitoyning debini chalayotgan xiyonatkorlarga maydonimizning, muhabbat nafratimizning aniq bo'lishimi imonning taqozosi, milliy ruhning talabi edi. Unimi tarq qilib keldik va kelyapmiz. Mustaqillik davoyimizda dilimiz bilan tilimiz bir bo'lib bo'lolmag'achqimi, Cumhuriyet kunidagi xotirlash chog'liq aqalli vatanparvarlik harakatini bir o'rinda, bir vaqtda o'rindashqimi yarmadik. Acaba hammamizning vatani bir emasmidi? Acaba xotirlanayotgan Cumhuriyet kuni hammamiz e'tirof qilgan, hammamiz o'rtaq yod etayotgan bir kunda, bir makonda, bir vatanda birlikda qurilmaganmidi? Vatan bir xotirlanayotgan Cumhuriyetni o'xshash turib, bir shahar ichida o'xshamagan rayonga bo'linib xotirlashning ahamiyati nima? Farqli siyosiy yo'nalishda o'zaro farqli siyosiy usulda da'vo qilayotganligimiz boshqa masala. Lekin hammamiz vatan uchun deb turib, vatan mustaqillik kunini xotirlashda vatan uchun bir yerga kelolmaydigan darajada qashshoqlashib ketganimiz nimasi? Fikr ideya o'xshamasimi, hammamizning qilayotganlari vatan uchun emasmidi? Nimishqa vatan uchun hamma ayrimchilikni tark qilib bir joyga kelolmadik? Bir-birimizning chiroyiga qaramog'idek adovat bo'lib ketsimi, nima uchun vatan temasida tang to'plasholmadik? Mo'shunchilik аңдымы yo'q turib, yana qaysi holimizga vatan da'vosi qilayotganligimizni jar solamiz. Yuqoriqilardan amaliy qadamni ixchamlaydigan bo'lsak, birinchi, butun Sharqiy Turkiston xalqi haqiqiy dushmanini tunib yetishi. Ikkinchi, o'zlarini nafsi xohishlarining balolaridan qutuldirishi. Uchinchi, o'zaro da'talash, tugamas majrolar bilan dushmanning depiga usul o'ynamaslik. To'rtinchi, millatning diniga, e'tiqodiga til tekkizishdan saqlanish. Beshinchi, bir-birimizni qaqti-soqti qilishqa, paychak, shaqiltib setishqa o'xshagan qimar, jazona va bir-birimizning haqqini yevalishga yetadigan qilmishlarni to'xtatish. 6. Xitoyning depini chalayotgan xiyonatkorlarga maydonimizni va muhabbat nafratimizni aniq qilish. 7. Bir-birimiz bilan hablashishni to'xtatish. 8. Zulmni yo'qotishni Allohdan umid qilgan asosda oldi bilan o'zimizdan kutish. 9. Vatan uchun qilayotgan ishimizda samimiy bo'lib, vatanning manfaatini oldingi o'ringa qo'yish kerak. Mas'uliyatimizni vaqtida ado qilib, bu sinoqdan o'talasak, o'zimizni Allohning g'azabidan qutuldira olamiz. Millatimizni qutuldirishga ul hozirlagan bo'lamiz. Ondan Allohning rahmati, qudrati va qo'g'dishiga ishonch qilgan holda dadil qadam ilish bosqichiga o'talaymiz. Shundala Allohdan madad nusrat keladi. Bizdan talab qilinayotgani faqatla nafsimizni yig'ish, xulqimizni tuzitish, to'g'ri yo'lga qaytib o'yishish. Buni qilolmasak, millatni emas, o'zimizni qutuldira olmaymiz. Milodiya 2022-yil noyabrning 27-si.